Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz, Mastona Med klinikasini kuzatuvchilari. Bugun sizga ko'plab kelgan savollarga bittada javob berishga qaror qildim. Hozirgi kunda xabaringiz bor, 40% chegirma e'lon qilindi. Ya'ni klinikamizda 5 kunlik kompleks davolanish kurslarimiz. Aynan shu kompleks davolanish kurslarimizga kiritilgan muolajalar hamda ketma-ketligi haqida sizlarga ma'lumot beraman. Eng avvalambor klinikamizga kelgan mijozimizni biorezonans diagnostika qilinadi. Ya'ni organizmni kompleks check-up qilib tekshiruv qilinadi. Tekshiruvdan o'tgan mijozimiz holatidan, xronik kasalliklaridan, yoshidan, vaznidan, jinsidan kelib chiqqan holda muolajalarimizga qo'yamiz. Muolajalarimizning ketma-ketligi eng avvalambor yo'g'on ichakni yuvish, bu minerallashgan maxsus suv yordamida gidrokolonoterapiya, ya'ni yo'g'on ichak